Jigar sirrozi bu jigar, diffuz, parenxima kasalliklarining terminal bosqichi hisoblanib, bunda normal to'qima, normal gepatotsit hujayralari yemirilishi hisobiga fibroz to'qimani o'rniga paydo bo'lishidan kelib chiqadi. Jigar sirrozini ikki xil turi bo'lib, mikronodulyar jigar sirrozi hamda makronodulyar jigar sirrozlariga bo'linadi. Mikronodulyar jigar sirrozida jigar zararlanishi ko'proq toksinlar hisobiga bo'lib, alkogolli gepatitlardan keyin rivojlanadi. Bunda regenerativ tugunchalar 1 sm-gacha bo'lgan o'lchamda bo'ladi. Makronodulyar jigar sirrozida esa surunkali virusli gepatitlar, yog'li gepatozlar hamda jigarning genetik kasalliklaridan keyin rivojlanadi. Bunda regenerativ tugunchalarning o'lchami 1 sm-dan katta bo'ladi. Ultratovush yordamida jigar sirrozini baholashda bir qancha mezonlar bo'lib, bunda mikronodulyar jigar sirrozida tugunchalarning o'lchamlari kichkina bo'lganligining hisobiga ularni ko'rish juda mushkul. Makronodulyar jigar sirrozida esa tugunchalar o'lchami katta bo'ladi hamda jigar qirg'oqlari notekislashadi, do'ngachalar paydo bo'ladi hamda jigar burchaklari to'mtoqlashib, jigar o'lchamlarida o'zgarishlar rivojlanadi. Qon tomirlarining devorlari ham notekislashadi hamda qon tomirlarida dimlanishlar yuzaga keladi. Ultratovush yordamida jigar sirrozini baholashimizda asosan jigar o'lchamlari boshlang'ich davrda jigar o'lchamlari katta bo'ladi, keyinchalik esa jigar o'lchamlarining kichayganini ko'rishimiz mumkin. Asosiy belgimiz jigar chetlari notekislanishi hamda dumchali qirg'oqlarning paydo bo'lishi bilan kechadi. Bunda jigar chetlari notekislashganini ko'rishimiz mumkin. O't halda devorlari reaktiv tarzda o'zgaradi hamda har xil echogenlikdagi regenerativ o'choqlar paydo bo'ladi. Regenerativ tugunchalarning o'lchamlari, echogenliklari har xil ko'rinishda bo'ladi. Albatta, jigar echostrukturasini buzadi. Bemorlardan shifokor nazoratda bo'lishlarini hamda qo'shimcha tekshiruvlardan o'tishlarini, o'z sog'liqlariga albatta e'tiborli bo'lishlarini so'rab qolamiz.